Assalomu alaykum do'stlar barchaga. Do'stlar, bugun sizlar bilan Notcoin'dan qanaqa tangalar bor ekanligini va qanaqa skilllar berganini ko'rishni o'rganamiz do'stlar. Bo'lmasam videoni o'tkazmasdan ko'ramiz, kanalga obuna bo'lamiz va videoga bitta like bosib qo'yamiz do'stlar. Esicho kanalimizda yangi obunachilarimiz borligi va videolarimiz qay daraja yaxshi chiqayotganligi va yoqayotganligini bilish uchun do'stlar. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, bo'lmasam bizlarga oldin do'stlar mana shunaqa Notcoin kerak bo'ladi. Buni qayerdan olamiz desanglar do'stlar, Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanaldan bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. Bo'lmasam kiramiz do'stlar. Home degan joyga bosamiz. Xo'p. Mana kirib oladi do'stlar. Sizlarda mana shunaqa stransiya chiqadi. Bu joy oldin 40% yoki 20% turadi. Mana Immers degan joyni bossanglar do'stlar, mana bu joyda mana Follow Notcoin degan joy chiqib turadi. Mana galska bo'lmaydi. O'shani topib ustiga bossanglar kanalga olib o'tadi. O'shani bosib qo'ysanglar do'stlar, sizlarda 60% bo'lib turadi. Xo'p, endi bizga kerak bo'ladi. Bu yerdan Notcoin deganni bossanglar, har kun bir marta mana ustiga Notcoin chiqadi. O'shani bosib borsanglar ham foydasi bo'lsa kerak menimcha, buni bilmadim, lekin endi bizga kerak bo'ladi Not Games do'stlar. Bu ham Telegram kanalida bor. Bemalol o'tishlaringiz mumkin. Xo'p. Mana kirib olamiz. Mana shunaqa sizlarda mana shunaqa stransiya chiqib keladi do'stlar. Do'stlar, shu yerda videoni to'xtatib turamiz. Do'stlar, sizlarga agar qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanalda yozishlaringiz mumkin yoki mana shu kommentariyaga yozib ketishlaringiz mumkin do'stlar. Sizlarni qiziqtirgan savollarga javob berishga va sizlarni qiziqtirgan mana shunaqa mining gameslarni chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Qani bo'lmasam endi boshlaymiz. Qaranglar. Bu yerda sizlar o'zlaringni sizlarga bergan tangalarni yoki kartochkalarni bilish uchun bu joyda mana bu inventory degan joyini bosamiz do'stlar. Mana ustiga bosadigan bo'lsak, xo'p, bizda hozir mana 5 ta kartochka bor ekan. 5 ta kartochka bor. Bulardan eng yaxshilari mana bu rar degani va eng arzonlari common deganlari. 5 ta bergan. Endi bu yerda tepada mana bu o'zini Not Games'ni o'zini kartochkasi bo'ladi. Uni ham sotish mumkin. Bu ham arzon lekin. Xo'p, bizga 1-2 kun ichida mana Secret Box degan sandiqcha ochilishi kerak. Xo'p, mana shu joyda craftni bossak, ichidan nimadir chiqib beradi bizga. Xo'p. Mana shu narsalar bizaniki bo'ladi. Nimaga desanglar, mana ustiga bosasizlar, meniki hozir yozilib turibdi, ismim yozilgan mana va bu meniki. Buni bemalol birovga yuborishim yoki sotishim, mana trade bo'limida sotishim mumkin do'stlar. Xo'p, bu kartadan mana 111.888 ta chiqarilgan ekan do'stlar. Bu 3-o'rinda turadi qimmatligi bo'yicha. Menimcha, xo'p, hozir buni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, bo'ldi. Hozircha shu. Endi buni ko'rib o'tamiz do'stlar. Xo'p. Mana bu joyda mana market bo'limida mana shu joyda trade chiqqandan keyin do'stlar sotishlaringiz mumkin bemalol. Xo'p, hozir biz mana shu joyda mana ko'rib olishingiz mumkin. Buni bossanglar, bu sizlarniki emas do'stlar. Mana. Xo'p. Mana bu eng believer degani legendary deb yozib qo'yibdi. Mana shu eng qimmati, mana epic degani ikkinchi darajada turadi va mana bu rare degani do'stlar 3-o'rinda turadi. Va undan keyin eng ko'p chiqqan mana bu common deb yozganlari arzon do'stlar. Xo'p, legendariga kiramiz. Ustiga bosadigan bo'lsak, bundan atiga 24.642 ta chiqqan ekan. Bu joyda bu mana sizlarga berilmaganligi tufayli anaqa Not Games deb yozib qo'yadi. Xo'p. Epic degan ustiga bosadigan bo'lsak, bundan 37.264 ta chiqqan. Xo'p. Rarni boya ko'rdik mana.
Bundan bu shakliga qarab mana shunaqadan 97 mingta chiqqan ekan. Xo'p, mana shunaqa qilib ko'rishlaringiz mumkin. Bularni qachon sotamiz desanglar do'stlar, sizlar mana shu ustiga bossanglar, mana buni ham ustiga bossanglar, mana shu joyda trade yongandan keyin sotishlaringiz mumkin. Undan ham oldin sotishlaringiz mumkin. Agar kimdir kim oldin sotmoqchi bo'lsa, Telegram kanalimizga yozishlar yoki kommentariyaga yozib sotaman deb yozib qoldirsanglar, sizlar bilan bog'lanamiz do'stlar. Undan oldin masalan bitta akkauntingizdan ikkinchisiga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, mana shu send tugmasini bosasiz va ID nomeringizni yozasiz va ikkinchi akkauntga o'tirasiz. Hozir ko'rsataman, qaranglar. Mana ikkinchi akkauntimda bor. Xo'p do'stlar, buning uchun mana bu joyda mana bu nimani nusxalab olamiz va ikkinchi akkauntimizga kiramiz. Undan oldin esa sizlarga do'stlar Telegram kanalimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana shu onlayn daromad kanali. Mana do'stlar, bemalol ko'rib borishingiz mumkin. Xo'p, videolar, har xil videolar mana do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda har kungi yangiliklarni tashlab boramiz do'stlar. Xo'p, endi ikkinchi nimaga o'tamiz, maqsadga o'tamiz. Xo'p, o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanaliga yokida YouTube kommentariyasiga yozib ketsanglar, biz sizlarning bergan savollaringizga qarab video chiqarishga yokida bergan savollaringizni hal qilishga yordam beramiz do'stlar. Sizlarni qiziqtirgan narsa bo'yicha video qilishga harakat qilamiz do'stlar. Ozgina mehnatimizni qadrlasanglar, bitta like ham bosib qo'yinglar. Xo'p, endi ketdik. Ustiga bosamiz. Xo'p, mana bu ikkinchi akkauntimiz mana do'stlar. Bunda mana bittagina tangacha bergan mana bunda. Xo'p, endi buni yuboramiz. Copyright qo'yganimizni belgilaymiz. Xo'p, transferni ustiga bosamiz. Ketdi mana do'stlar. Uje yo'q bo'ldi mana bu yerda. Mana uje kelib tushdi. Ikkinchi akkauntga mana uje xabar keldi. Xo'p, buni ustiga bosamiz. Buni ham yuboramiz. Mana buni ham yuborsanglar bo'ladi. Ustiga bosamiz, transferni bosamiz do'stlar. Bu ketmas ekan. Nimaga ketmadi? Bu ketmas ekan do'stlar. Xo'p, agar sizlarda narigida tangacha bo'lsa ketar ekan. Xo'p, bo'ldi menimcha. Ikkinchi akkauntimda o'zi ozgina bitta bergandi. Qani, xo'p, endi tekshirib ko'ramiz. Xo'p, mana pastga kelsak, mana do'stlar, oxiriga yozib qo'ygan. Endi ustiga bosib kiramiz. Ko'ramiz. Tekshir mana do'stlar, bitta keldi deyapti mana. Bitta bizga qo'shilganini ko'rsatyapti. Mana do'stlar, 6 ta bo'ldi. 5 ta edi boya. Xudo shunaqa qilib ishlasanglar bo'ladi. Masalan, tanishlaringiznikini, boshqalarnikini o'zlaringizga o'tkazib olsanglar bo'ladi shunaqa hozircha. Xo'p do'stlar, kimga agar shuni sotmoqchi bo'lsa, men bilan xabarlashsanglar bo'ladi do'stlar. Bu mana bularni, men common deganlarni har bittasini do'stlar 1000 so'mdan sotib olaman. Bu nimaga desanglar, vashim ko'p chiqqan. 1000 so'mdan sotib olaman bittasini. Agar sizlarda ko'p bo'ladigan bo'lsa, sotib olaman. Rarlarni esa har bittasi 5000 so'm turadi do'stlar. 5000 dan sotib olaman do'stlar. Agar kimda bo'lsa, epic bo'ladigan bo'lsa 15000 dan sotib olaman. Agar ko'proq epicdan ko'proq bo'ladigan bo'lsa 20000 dan ham sotib olaman. Uning uchun lekin epicdan 3 tadan ko'p bo'lishi kerak. Epicdan. Agar kimda legendarniy bo'ladigan bo'lsa, uni kelishib sotib olamiz do'stlar. Mayli, sog' bo'linglar. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar bo'ladigan bo'lsa sotaman desanglar yokida Telegram kanaliga o'tsanglar, bemalol yozishlaringiz mumkin. Yozadigan joyini ochib qo'yganman do'stlar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.